Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan kommunal to'lovlarga oid yangiliklar va bu oydagi eng katta o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu videoni oxirigacha ko'rsangiz, sizga albatta manfaatli bo'ladi. Birinchi iyuldan boshlab O'zbekistonda yagona QR tizimi yo'lga qo'yilishni boshladi. Bu nima degani? Bu Markaziy bankning UzQR, ya'ni yagona QR tizimi ishga tushishi boshladi. Oldin siz do'konga kirganingizda har xil banklarni to'lov tizimlarini ko'rishingiz mumkin edi. Ya'ni to'lov QRlarini. Endi siz bitta QR orqali har xil bank ilovalaridan to'lov qilishingiz mumkin. Eng qizig'ini aytaymi? Siz bu yerda hech qanaqa komissiya to'lamaysiz. Ya'ni 100 ming so'mlik xarid qiladigan bo'lsangiz, 100 ming so'mni o'zini to'laysiz. Komissiyasini esa do'kon to'laydi. Xabaringiz bor, bu oyda jazirama issiq kuzatildi. Hattoki 48-50 gradusgacha ham chiqib ketdi. Issiq sabab Qoraqalpog'istonning Nukus shahri va 8 ta tumanida 13-18 iyul kunlari bog'chalar vaqtinchalik to'xtatilgan. Bu issiqda elektr energiya tinimsiz ishlaganligi oqibatida yagona energetika tizimida sutkalik elektr iste'moli 301,9 million kilovatt-soatga yetdi. Bu yozgi rekord daraja degani. Endi esa eng qiziq mavzuga yetib keldik. 27-iyul kuni prezident raisligida yoqilg'i energetika tarmog'i bo'yicha video sektor yig'ilishi o'tkazildi. Davlat rahbari Energetika vazirligi va uning quyi bo'g'inidagi rahbarlarda ijro va mas'uliyat yetishmayotganligini keskin tanqid qildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, energetikada muammo mablag'da emas, qancha kerak bo'lsa topib beryapmiz deyiladi. Natijada bir qator rahbarlar lavozimidan ozod etildi. Jumladan 2022-yildan beri ishlab kelayotgan energetika vaziri Jo'rabek Mirzamahmudov almashtirildi. Uning o'rnini Sherzod Xo'jayev egalladi. Demak, elektr ta'minoti bo'yicha talablar kuchaytirildi. O'zgarishlarni birgalikda kuzatamiz. Endi esa keyingi o'zgarish haqida gaplashamiz. Bu o'zgarish millionlab ishlayotgan fuqarolarning kelajagiga bevosita ta'sir o'tkazadi. Takliflar quyidagicha. Oylik ish haqqi 7600 ming so'mgacha bo'lgan jamg'arma hisob varag'iga maoshning 5% ni o'tkazsa, davlat ustiga qo'shimcha 2,5% qo'shib beradi. 7600 ming so'mdan yuqori maosh oluvchilar uchun ijtimoiy soliqning oshgan qismidan 1% jamg'arma hisob varag'iga o'tkaziladi. Pensiya hisoblanadigan ish haqqi davri 5 yildan 20 yilgacha uzaytirilishi mumkin. 2027-yildan pensiya hisobidagi ish haqqi yuqori chegarasi 6 milliondan 6,6 million so'mga oshiriladi. Davlat rahbari har bir taklif aholi, jamoatchilik va blogerlar ishtirokida ochiq muhokama qilinishini ta'kidladi. Endi sizlar bilan Domo ilovasidagi yangiliklar bilan ham gaplashamiz. Domo ilovasi har oyda 4 ta 5 ta funksiyani qo'shib yangilanib boradi. Endi siz bilan hozir iyul oyidagi yangilanishni ko'rib chiqamiz. Multi-akkaunt bu nima degani? Misol uchun kimningdir uyida 2 ta, 3 ta, 4 ta hisoblagich bo'ladi. Endi buni asosiy bitta hisoblagichga ulab, alohida kuzatib turishingiz mumkin. Keyingisi bu xayriya avtoto'lovi. Endi siz masjidlarga yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj odamlarga xayriya qilishingiz uchun har safar kirib to'lov qilishingiz, xayriya qilishingiz shart emas. Endi siz avtoto'lovni yoqib qo'yishingiz bilanoq ilovaning o'zi har doim siz belgilangan summada, belgilangan vaqtda o'zi to'lovlarni, ya'ni xayriyani qilib turadi. Elektromobil hisobi. Nafaqat siz Domoda kommunal to'lovlaringizni qilishingiz mumkin, balki endi elektromobilingizni hisobini ham to'ldirishingiz va har doim uni nazorat qilishingiz mumkin bo'ladi. Harakatlar. Endi menyuga kirib qidirib o'tirmaysiz. Telefoningizni silkitasiz va kerakli ekranga o'zi olib o'tadi. Qaysi ekran oldindan ochilishini o'zingiz tanlaysiz. Kommunal to'lov, avtoto'lov, tahlil, iste'mol yoki to'lovlar tarixiga o'tadi. Keyingisi bu tejamkorlik darajasi. Endi siz qancha iste'mol qilganingizni Instagram yoki Telegramga istoriya qilib qo'yishingiz va do'stlaringizga ham shu joyda taklif qilishingiz mumkin. Va bu oyga oxirgi yangiligimiz Domoda bittada to'lov funksiyasi qayta ishga tushdi. Bu nimaga kerak? Endi siz gaz, svet, chiqindi yoki suv uchun alohida to'lov qilishingiz shart emas. Endi Domoga kirasiz va bir marta bitta tugmani bosish orqali hammasiga to'lov qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir siz bilan iyul oyidagi kommunallarga oid yangiliklar haqida va o'zgarishlar haqida gaplashdik. Iltimos, bu videoga like bosing va izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Va bu videoni yaqinlaringizga ham ulashib qo'ying. Bizga obuna bo'ling, sizga foydali bo'lgan maslahatlarni berib boramiz.